Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Birodar azizlar, bugun o'zimizni mana shu o'zim uchun kerakli bo'lgan yog'lar tugab qolibdi. Mana shuni chiqarmoqchiman. Ko'plar aytishadi, urug'lar hamma urug' borki, hamma urug'da yog' bor. Hattoki pomidor urug'ida ham yog' bor. Buni hamma yaxshi biladi. Endi urug'larning misol uchun uni shifobaxshligi, uni yog'ini nihoyatda to'yimli va yaxshiligini buni ham hamma yaxshi biladi. Endi biz bu ko'pincha odamlarga aytsak, bir kishi men uncha dorini yog'ini, shu qovun urug'ini yog'ini icha olmadim. Sababi bir xos hidi bor yoki bo'lmasa boshqa. Albatta bo'ladi-da. Chunki urug'larni saqlash qonun qoidalari bor. Ota bobolarimiz buni yaxshi bilishgan. Agar siz urug'larni ayniqsa mana shu nimalarni qovun urug'i, shu bilan birgalikda bodom, mag'iz, shularni yong'oq mag'izlarini noto'g'ri saqlar ekansiz, bu foyda emas, endi ziyonga qarab ketadi. Mana qarang, e'tibor bering, mana shunaqangi xaltalarda saqlanish kerak. U qovun urug'i mana misol uchun men saqlayman. Mana lata xalta bo'lish kerak. Eng nimasi mana zaruri bu nafas oladi. Urug' nafas oladi. Tirik mavjudot singari u nafas oladi. U yashash kerak. Salafan yoki bo'lmasa boshqa narsalarga, shisha idishlarga qo'yib qo'yilsa, u baribir endi yaroqsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun birodar azizlar, mana shu urug'dan zaharlanishdan, ayniqsa bodom mag'zidan zaharlanishdan, urug' danaklaridan zaharlanishdan albatta ehtiyot bo'ling. Ayniqsa oshqovoq urug'idan zaharlanishdan ehtiyot bo'ling. Oshqovoq urug'i shunaqangi bir nimaki, men hozir nima qilaman? Ko'rsataman, ochilib qoladi. Uchi ozgina ochilib qoladi. U albatta oshqovoq urug'ini ozgina ochilib qolganligi bu uning endi ziyonga qarab ketayotganligini bildiradi. Buni aslo yemang. Ko'plar endi mana hozir biz mana bu kichkinagina nimada apparatchada chiqaryapmiz. Xudo xolasa erta endi men kattarog'ini olib kelaman. Endi bu qovun urug'i nimaga dori deganlarga. Qovun urug'i bu inson uchun eng zarur bo'lgan jinsiy quvvatlarga zarur. Har bir a'zosi insonning yaxshi va mukammal ishlashi uchun albatta unga ozuqa kerak. Ozuqa esa bu qayerdan olamiz? Bu albatta mana shunaqangi shifobaxsh nimalardan olamiz. Shu mana bu yerda endi ko'pincha prostata deydi, boshqa deydi, hammasi kasalliklar nimasi ko'p, turi ko'p. Ammo hammasi kelib chiqib taqalishi doimo o'sha kamquvvatlikdan, noto'g'ri ovqatlanishdan, boshqalardan. Bir birodarimizni nevaralari shunaqangi bir kasal bo'libdilarki, har qancha yutsa ham qorayib qolgan, yutsa ham ketmas ekan. Yusi ham ketmaydi. Oyog'ida ham, qo'llarida shunaqa joylarda paydo bo'ladi. Mana shu jag'i mana shunaqa joyda ham paydo bo'ladi. Yusi ketmas ekan. U ming o'ligi kosmetika qiladi, boshqa qiladi, ketmaydi, iloji yo'q. Bu nima? Bu nimaning oqibati? Mana hozir ko'ring, bu noto'g'ri ovqatlanishning oqibati bu albatta. Yosh 16, 18 yigit 100 yillik 130 kilo, 140 kilo bo'lib qopti. Oldin sport bilan shug'ullangan bu bola, sport bilan shug'ullangandan keyin qanaqadir bir nima bilan tashlab yuborgan u. Tashlagandan keyin o'sha ko'p uxlash va uxlaganda ham noto'g'ri uxlash, keragidan ortiq uxlash, bular hammasi insonni kerak bo'lsa halokatga ham olib kelishi mumkin. Bu dangasal, to'g'ri, bu farzand hammamiz uchun aziz, ammo shu tarbiyasi undan-da aziz. Shuning uchun darhol uni o'sha fast food va kerak emas ikkinchi qayta ishlangan ovqatlardan albatta chetlatish kerak. Ayniqsa bu qaysi ovqatlar kiradi bunga? Kolbasa, chipsi, Fanta, KFC, McDonald's shunga o'xshagan narsalar kiradi. Endi ularni
ko'p ovqatlangandan keyin ortiqcha yog'lar shu qadar ko'p to'planganki, uni iloji yo'q. Uni chiqarishga iloji qolmaydi agar. Shu ketishda davom etsa, u halokatga olib kelishi mumkin shu yigitchani. Men unga tushuntirdim, siz endi albatta boshlanishiga qattiq zardobini ichib bir iloj qilib shu o'zingizni yomon ovqatlardan tiyishlari kerakligini men u kishiga tushuntirdim. Ba'zilar esa buni to'g'ridan to'g'ri halokatlik holatda davolanishga o'tadilar. Ya'ni halokatli davolanish nima? Oshqozonni operatsiya qildiradilar. Bu juda yomon narsa bu. Oshqozonni operatsiya qildirish. Qirqtirib kichkina qildirishadi. Yo'q, uni o'rniga nafsingizni tiying bo'ldi. Nafsingizni tiying bo'ldi. Abu Ali bin Sino yoshligida bir kichkina yosh yigit bo'ladi. Podshoning tuzalmash kasaliga davo topadi. Va bundan nima qilingan? Minnatdor bo'lgan podsho unga o'z shaxsiy kutubxonasidan foydalanishga ruxsat beradi. Ruxsat bergandan keyin bu yosh Abu Ali bin Sino vaqtni qizg'anib, shu qadar o'ziga qizg'anadiki, shu kitoblarni o'qish uchun qizg'angandan keyin bu yigit qanday ovqatlanish kerak, suv ichish kerak, ovqatlanish kerak, bularni esa emas. Shunda u o'ziga bodomdan ovqat tayyorlaydi. Bodomdan ovqat tayyorlab, shu demak bavliga yoki bo'lmasa boshqa narsalarga nima qilish uchun, vaqtni sarflatmaslik uchun, kitoblarni o'qish uchun shu taomlardan, bodomdan tayyorlangan taomlardan foydalanadi. Demak, o'sha kasal bo'lgan insonlarga, oshqozoni ayniqsa kasal bo'lgan insonlarga meni tavsiyam Abu Ali bin Sinoning tavsiyalari. Shuningdek, ko'p tabobatlar ham aytadilar. Avvalo, o'sha gastrit va boshqa kasalliklarni kelib chiqishini yo'qotish kerak. Operatsiya qildirish esa juda ham zarur emas. Endi operatsiya bo'pti, xo'p. Operatsiya bo'lgandan keyin bechora endi nima qilish kerak? U ovqat yeyish kerak-ku. Yo'q, katta hajmda ovqat yesa operatsiya nimalariga ziyon yetishi mumkin. Iplari so'kilib ketadi yo boshqa bo'ladi. Shuning uchun uni kalsiy, nihoyatda zarur bo'lgan kalsiy eng ko'p bo'lgan taomlardan biri shu zig'ir va shunga o'xshash temir moddalari, boshqa narsalar mavjud bo'lgan taomlardan biri albatta shu. Demak, shularni ovqatlansa-gina u inson yaxshi bo'ladi. Davleniya ko'tarilib ketmasligi uchun albatta chilonjiyda shunga o'xshash taomlarni yeb, shu bilan birgalikda bodomni ko'p yesa ichi qotib qolishi hammaga ma'lum. Demak, u bodomni yegandan keyin orqasidan albatta zig'ir yoki chia, shunga o'xshash ichni yumshatuvchi dorilardan ham iste'mol qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Birodarlar, jinsiy quvvat uchun eng gap aylanib ketib qoldi. Jinsiy quvvat uchun eng zarur nima? Albatta bu qovun urug'i. Qovun urug'ini yog'i. Qovun urug'i endi borda bor bunaqa apparat, yo'qda esa yo'q, to'g'ri. Demak, buni qovun urug'ini yog'ini chiqarib qiynalish uchun nima qilish kerak? Mana oddiy misol. Mana shu blenderga soladi, kofemolkaga solib, maydalab ichsa ham bo'laveradi. Bu choy bo'ladi. Bu mana qovun urug'ini bunga soladi, maydalaydi va ozgina asal qo'shib ichsa bo'laveradi. Endi uni yo'qlamadi, masalan, yo'q deb turmas, bahona topmaslik kerak. Izlaganga albatta hamma narsa bor. Bilish kerak uni. Buni bilish uchun mana shu qovun urug'ini bunga maydalaydi, soladi, ozgina nima qiladi. Endi qovun urug'ining po'chog'i bilan maydalasa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki qovun urug'idagi nimani, haligi po'choqlari kletchatka vazifasini bajaradi. Ich kelishi, boshqa bo'lishi oson bo'ladi, ichlari qotib qolmaydi. Mana hozir men qilayotgan ish, mana hozir mana e'tibor berasizlar, oldinroq g'amlab qo'yganmiz. Bu nimani urug'i? Onor danagi bu. Onori danagi. Buni o'sha ko'chada onor siquvchilardan olganman, bekorga berishgan. Mana bu esa qovunni urug'i. Bu ikkovsini qo'shib chiqaraman. Bu o'zini qovunni urug'ida haddan tashqari yog' ko'pligidan stanok chiqara olmaydi. To'g'ri, bu горячий rejim. Endi холодный rejim bo'ladigan bo'lsa, yanada ko'proq maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar o'sha erinmagan odam kofemolkada maydalab ichsa, inson jinsiy quvvatga nihoyatda qodir bo'ladi. Endi to'g'ri, ba'zi sog'lom bu odamlardagina
jinsiy quvvat inson uchun ayol kishi bo'lsa erkakka, erkak kishi bo'lsa ayolga mayli bo'lishi mumkin. Qachon sog'lom bo'lsa. Sog'lom bo'lishi uchun albatta shu nimalarni, ovqatlarni yeyotganda o'shaning miqdori va me'yori shundan birga tanlay ola bilish kerak. Alloh taoloning qudrati bilan inson o'ziga mana ko'plar shu instinkt paydo bo'ladi. Instinkt paydo bo'ladi. Mana hammada bor bu. Shu bir narsani yegisi keladi, boshqa bo'ladi. Mana shu instinkt qayda? Onaning qornidayoq o'zi paydo bo'ladi. Yangi tug'ilgan bolalar, chaqaloqlar ko'pincha istamay chiqarsa yoki bo'lmasa kasallasa, u albatta emizishdan hattoki to'xtaydi. 1000 yalingan emmaydi u. Istamay chiqdi yo bir joti kasal. Qachonki o'ziga kelmaguncha inson ba'zi tovuq qochsa yo boshqa bo'lsa darrab turli tuman ovqatlarni tiqishtirishni boshlaymiz. Yo'q, bu noto'g'ri. Isitma chiqdi yoki bo'lmasa bir kasal bo'ldi, to'xtating ovqat yeyishni. Endi oshqozon boshqa miya faoliyati endi buni oshqozonga emas, shu kasallarni, o'sha kasallikni tuzatishga, bartaraf etishga qaratiladi. Gap yana boshqa yoqqa aylanib ketdi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa inson uchun zarur bo'lgan narsalar bu turli tuman yog'lar shu. Endi qadimdan bobolarimiz kuzgacha, davrgacha bo'lgan nimalarni, danaklarni va boshqa bir yog'lik narsalarni yig'ishgan, ammo negadir qish paytida buni ajvozga olib borib keyin yeyishgan. Sababi nima? Sababi yozning issiq kunlarida yog'ni saqlash imkoniyati yo'q hisobi. U paytlarda xolodilnikga shunga o'xshagan maishiy asboblar bo'lmaganligi sababli ular saqlashning iloji bo'lmaganligidan xuddi shunday qilishgan. Yog' mana chiqarildi. Yog' chiqarilgandan keyin albatta uni 3 kun ichida iste'mol qilinishi kerak. Iste'mol saqlash ham uni alohida e'tiborga loyiq bo'ladi. Sababi, agar siz yog'ni oftobga, nuriga yo bo'lmasa boshqa joyga yorug'likqa qo'yib qo'ysangiz, u endi sizga zaharga aylanadi. Zaharga aylanadi. Bu sizga endi foyda bermaydi. Demak, gap qisqasi, yog'larni 3 kun ichida iste'mol qilishimiz lozim ekan. O'tgan safar men qisqa nimada aytib o'tdim. Ko'pincha mana gaymarit bo'ladi insonlarni, boshqasi bo'ladi. Xudoning qudrati bilan har bir narsa a'zo o'zini o'zi himoya qilish nimasiga asbob uskunalari bor ekan. Xudo taolo insonni shunday mukammal yaratgan ekan. Mana ba'zilar borib gaymarit bo'lib qoladi, burun bikiladi. Burun bikilgandan keyin nafas olish qiyinlashadi. Bu unda borib doktorga operatsiyaga shoshiladi. Uning keragi yo'q. Siz demak burundagi tuklar ham hattoki keraklik. Ba'zi bilan yulishadi, boshqa qilishadi, to'g'ri. Endi o'sib chiqitganlarni endi gigiyena nimaga to'g'ri kelmaydi albatta. Uni olish kerak. Ammo burun ichidagi tuklarni olish umuman noto'g'ri. Sabab burun tuklari insonga maska vazifasini, ya'ni bu himoyalanish vositasi sifatida himoya qiladi. Insonda o'sha burun ichidagi gaymarit bo'lgan narsa o'sha bezlar. Bezlar, demak siz qandaqadir bir o'yingizda nima xatoliklarni axtaring. Mana misol uchun kasal bo'ldingiz, gaymarit bo'ldingiz. O'yda axtaring. Bor shu o'yingizda yoki bo'lmasa siz konditsionerda ko'p turasiz, konditsioner ichidagi ko'pincha plesnya deb aytiladi, zamburug'lar sizga xalaqit berayotgan bo'lishi mumkin. Yana bir qator. Mana bu inson o'yini burchaklarida, boshqa joylarda plesnya paydo bo'ladi. Mana o ba'zi bir nollarda paydo bo'ladigan mog'or paydo bo'ladi. Bu albatta inson uchun eng yomon narsa bu. Uni yo'qotish kerak. Bu qadimdan aytishadi. O'rgamchi uya, shunga o'xshagan narsalar borki, bobolarimiz ham aytishadi. O'rgamchi uya bo'lgan joylarda qo'y hattoki semirmaydi. Bu birinchidan odob, e'tiqodga ham to'g'ri kelmaydi. Demak, siz bilan biz eng asosiysi mana shu o'ylarimizga e'tibor berishimiz kerak. Kasallik paydo bo'ldimi? Kasallikning sababini axtaring. Ana undan keyin uni davolang. Demak, siz bilan biz mulohaza qilar ekanmiz, gaymaritda ham, hattoki quloq ichidagi chiqayotgan o'sha sariq, zaharli, achchiq narsa chiqadi. Bu hasharotlardan quloqni himoya qilish uchun ekan.
quloqqa bir hasharotlar kirib ketmasligi uchun ekan. Yana ko'p gaplarni gapirmoqchi edim. Vaqtim oz qoldi. Tashqarida mashina ko'payib ketdi. Uzr, fikr va mulohazalaringizni albatta yozib qoldirasiz. Yana nimalar haqida, shu bilan qaysi bir kasalliklarga davo, nimalar davo bo'lishi haqida albatta so'rang. Men javob berishga harakat qilaman. Hozirgi nimam esa doimo inson mana shu dorilardan iste'mol qilar ekan, qimmatbaho multivitamin yoki bo'lmasa boshqalardan ko'ra bu albatta ma'qulroq deb topaman. Sababi bu haqiqiy tirik. Bu haqiqiy. Ko'chadagi to'g'ri, buni shu yig'ishar, ehtimol o'sha balig'i yog'i boshqa kapsula qiladi, boshqa qiladi. Bu kapsula qilish davomida ularni neytralizovat har xil bakteriya va boshqa narsalardan himoya qilish uchun, konservant qilish uchun turli tuman konservaga qo'shiladigan chiritmaslik va hidi kelmaslik sohasida ularni turli nimalardan tozalash oqibatida u foydali moddalarni ham chiqarib qo'ydirib yuborishadi. Birodar azizlar, o'sha mana hozir keling, mana multivitamin deb hisoblangan mana bu onorri danagi, uzummi danagi shu bilan bir qatorda mana shu uchovsini qo'shilganda bu ajoyib dori hosil bo'ladi. Kim bo'lmagan bo'lsa bilib qo'ysin. Ichi qotadiganlarga albatta 1-2 dona mana bu kana kunjutdan ham qo'shib yuborsa ziyon qilmaydi. Mana kana kunjut bo'lish kerak mana shu. Mana shu kana kunjut. Bu nimaga o'xshash? Buni nimadan olib qo'yish kerak edi? Mana shu kana kunjutdan 5-10 ta dona qo'shib yuborsa, mana shu kana kunjut deydi. Bu ichni yumshatadi va boshqa kasalliklarga dori bo'ladi. Ichni qotirmaslikka, bodom yog'i, ayniqsa bodom mag'zi ichni qotirib qo'yishi mumkin. Ichni qotirmasligi uchun albatta mana bu kana kunjutdan yog' chiqarayotganda 4 ta 5 ta qo'shib yuborsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar buni bodom yog'ini blenderga solib ichni qotadigan odamlar bo'lsa, albatta 2-3 dona mana shu kana kunjutdan qo'shib yuborsa maqsadga yana muvofiq bo'ladi. Ayniqsa yoshi insonlar uchun bu nihoyatda zarur. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fikr va mulohazalaringizni albatta kutaman. Bu mening uchun fikr va mulohaza mening uchun minnatdorchilik ma'nosini bildiradi. Xudo xolasa ulug' ayom kunlarida edi mana qurbonligimiz hammamizga yaxshi o'tishi, qiladigan va qilmoqchi bo'lgan qurbonliklarimiz Alloh taolo dargohida maqbul qilsin degan holatda xudo xolasa safarga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Rahmat hammaga. Bu men haqqimga duo xayr qilasizlar degan umiddaman. Rahmat hammaga.